Meni ko'zim ko'rmayapti. Bular qilgani uchun javob beradi hammasi hali. Menga aytyapti. Ular sizga deydi, o'tirdiydi, shunday aytyapti, hammasi işte. Dadam chaqirdi, sen uni Dadam beraman dedi, prezident bo'lamiz. Berdiysan, suvsiydingda işte qo'shinglar hamma deyapti. Men nima bo'lib keldi, kecha mazza men o'sib oldim, seni bundan usto'rlar bor desam, sizni ishchilardan qo'y deyapti-da. onasini men siqiraman. Jim. Ukajon, ukamni bitta ko'ray, qayerda uka? Ukamchilikmi? Ukamni yuzini ko'ray. Bermadim olib senlarga shular. Ukamni yuzini ko'ray. Bitta qo'rg'on Fanko'ka bilan gaplashtiring, dadajon. Dadajon. Nimaga yaxshi qarashmaydi? Onalar issiqlar, вообще men bo'lmaydi bu. Vashi sharoitda hamma bola qiz yotib, bitta so'qola topib berolmaydi. Asabdan hozir odam o'ladi, asabdan. O'ladi, qarashmaydi mana. Surxondaryo Sherobod tumani, mana Sherobod umuman qaramayapti. Normal xonani o'zi sharoitni o'zi yo'q. Sharoiti o'zi yo'q, mana ahvol. Mana odam o'lyapti, sharoiti yo'q. Yur ketdik, yur. Mana hech kim qaramayapti, yaxshi sharoit yo'q, bizda xona yo'q, ular stressda. Oyog'ini bosonmay qo'yguncha urganman, qarang mana. Umuman sharoit degan narsa yo'q. Bu Sherobod tumani qanaqa tuman bu o'zi?